bizning muammomiz ekologik muammolarning eng negizida yotgan narsa bu ekologik muammolar haqida gapirilmasligi. Odamlarimiz ekologik muammo nima ekanligini, ekologiya nima ekanligini bilmasligi. Birinchidan shu mavzuni yoritishni boshlash kerak. Aholiga suvni tejash va suvni ishlatishda ответственность, mas'uliyatli bo'lishni ongiga singdirish kerak. Masalan, birov mashinasini yuvayaptimi, toza ichimlik suvida bironta odam aytsin, "Ey, do'stim, unaqa qilmang. Bu isrof bo'ladi. Suv kam o'zi" deyish kerak. Menga nima deb o'tib ketadigan mavzu emas bu. Ikkinchidan, umuman mana shu biz dehqonchilikka asoslangan hudud bo'lganimiz uchun sug'orish tizimini umuman boshdan oyoq yangilash kerak. Yangi texnologiyalar bilan rivojlangan davlatlardan mutaxassislar olib kelib, mana shu yerda master-klassmi nima bo'lsa ham o'rgatib, bizning odamlarimizga o'rgatib, mana shuni sug'orish tizimini umuman tomchilik tizimga o'tkazish kerak. Qancha mablag' ketsa ham.